sayohat qilishni yoqtirasizmi desa, qaranglar, shunchaki yes deb javob bersalaring bo'lmaydi. Masalan, ha menga yoqadi deyishlaring bo'lmaydi, chunki 30 sekund vaqt berilyapti. Qaranglar. Shunaqaki, sizlar mana bu yerda aytiladi you should speak at length degan narsa bor. Ya'ni o'sha berilgan vaqt ichida to'xtamay gapirib berishlaring kerak, iloji boricha to'xtab. Xo'p, qaranglar. Masalan, qaranglar, do you like traveling bo'lsa, qaranglar, birinchi o'rinda direct answer beriladi. Xo'p, direct answer, keyin esa qaranglar, reason yoki reason explanation beriladi va bitta example beriladi. Ya'ni direct answer nima? Bu to'g'ridan to'g'ri javob. Sizlarga mana bu javoblaring nima? Masalan, do you like traveling deb savol bersa, buni yo'q. Xo'p, masalan, do you like traveling deb savol bersa, masalan, to'g'ridan to'g'ri javob berishlaring kerak, yes yoki no deb. Yoqsa yes deysizlar, yoqmasa yo'q. Masalan, sayohat qilish masalan ko'pchilikka yoqishi mumkin, to'g'rimi? Masalan, o'zi qoidasi bo'yicha yes I do desalaring bo'ladi. Bundan tashqari yes of course desalaring bo'ladi. Yes of course. Absolutely. Albatta degani, masalan, certainly bor. Shubhasiz degani surely bor. For sure desa bo'ladi. Birinchi mana shulardan bittasini aytsa, masalan, certainly deysiz, certainly albatta degani. Xo'p, certainly desada, keyin esa sabab degani why degan savolga javob berishlaring kerak. Ya'ni nima uchun degan savolga, nima uchun sayohat qilish yoqadi va tushuntirib berishlaring kerak nima uchun degani. Masalan, qaranglar, I am always curious about seeing new people and places. I also demak, demak, qaranglar, keyin extrovertedni aytsa bo'lar ekan. Demak, I also love introducing new development and different cultures. Ya'ni turli xil madaniyatlar bilan tanishishni yoqtiraman. Endi qaranglar. Mana bu yerda sababini aytdik. Mana bu direct answer yana bo'yimiz. Xo'p, mana buni tashkil qilsak, ko'kmidi keyingi rang. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu direct answer hisoblanadi. Mana bu direct answer. Mana bu sababi, reason. Bitta tushuntirish berib ketamiz. Masalan, qaranglar, traveling helps me. yoki qaranglar, traveling savolda ishlatilganda qanday dedik? Visiting various places can broaden my horizon. Ya'ni nima degani? Turli xil joylarga tashrif buyurish mening dunyo qarashimni kengaytirishi mumkin. Broaden my horizon degan dunyo qarashimni kengaytiradi degani. Xo'p, endi example, xo'p, qaranglar. For instance, xo'p, in every holiday I try to in every holiday
I go um, I go to um, a country deylik yoki abroad. I go abroad bo'ladi. Abroad bo'lsa to'kamaydi. Abroad o'zi nima degani? Chet elda mana shunaqa ishlatiladi. I live abroad bo'lsa, she lives abroad bo'lsa bu mana shunaqa. Demak, bu misol. Ya'ni mana shuni o'zi yetadi. Sizlarda yaxshi ball olib chiqishlaringiz. Ha? Bizga qanaqa yozib berardingiz? Ha. Qaranglar. Yo'q, balki 20 sekund bo'lar. Qaranglar, o'zi 3ta gap bo'ladi. Sal nimadir qo'shsanglar balki anaqa bo'lishi. Masalan, qo'yinsiz qaranglar. Bu yerda masalan qo'ysak bo'ladi, such as hop, for instance, mana buni anaqa qilaylik. Masalan, last year haqiqiy namuna bo'lish uchun masalan I went to Spain. Ispaniyaga bordim. Bo'ldi. Demak, o'zi boshlanishiga bo'ladi. Demak, mana shunaqa darajada o'zi asosan direct answer, reason, explanation va example. Mana shunaqa savol, mana shunaqa javob bersanglar bo'ladi. Demak, qaranglar. Mana bu yerda ham xuddi shu narsa aytilyapti. Answer, reason, example, boyaga explanation yo'q. Bu yerda farq yo'q. Endi bad qanaqa yomon javob qanday bo'ladi? I like my friend because he is kind. Mana bunaqa bitta narsa, yana bu yerda bu yerga maslahatlar yozib ketaman. Xo'p. Hammasini bitta gapda aytib qo'ymas. Ha, uni aytmoqchi emasman. Qaranglar, mana bunaqa. Do not use the words in the question. Ya'ni savoldagi so'zni o'zidan foydalanmanglar yoki don't use the words or structure deylik, or structure. Savoldagi so'zlar yoki strukturalarning o'zidan foydalanmanglar. Masalan, do you like traveling desa, I like traveling demaydi hech qachon. Bu eng yomon narsa. Ya'ni nimaga? Masalan, o'zbek tilida ham bitta so'zni qayta ishlatish zerkali narsaga boshlab boradi-da, zerkali ekanligini bildiradi. Masalan, sayohat qilishni yoqtirasanmi desa, sen sayohat qilishni yoqtirasanmi desa, ha, men sayohat qilishni yoqtiraman. Bu xuddi uni gapini qaytarib qo'ygandek, umuman g'alatiroq narsa-da. Bu yerda sizlar show off your vocabulary range. Show off degani maqtanmoq. Sizlar maqtanib ketishlaring kerak, lug'at boyliklaring xilma-xilligini. Ya'ni bu yerda aynan o'sha so'zdagi savoldagi so'zlarni ishlatib qo'ysanglar, so'z boyligi kam ekan deb o'ylaydi-da va ballarini tushiradi. Tushunarli-a? Demak, yana o'sha savolni o'zidagi so'zni yoki aynan o'sha strukturani, masalan, shunda yana maslahat bo'ladiki, try to use synonyms and paraphrasing. Ya'ni paraphrasing degani sinonimdan farqi bor. Paraphrase bitta gapni boshqacha usulda yetkazib berish. Masalan, qaranglar, sinonim. Masalan, mana buni aytaylik. Like, masalan, mana shu yerda o'ziga naqshlaydi. Qaranglar, sinonim, masalan, like, love, masalan, I like, masalan, eating apples. Buni aytsam bo'ladi. I love eating apples. Bu sinonimdan foydalanadi. Paraphrasing nima? Masalan, I like eating apples. Men paraphrase qilaman. My favorite fruit is apples. Qaranglar. Mana men
olma yeyishni yoqtiraman degani Is apple snack. ha qara nimaga Apple bo'lmaydimi? qaranglar is borku mana bu yoqda egiga moslashadi tushunlaringmi mana zeri zerada bu yoqdagi ega bo'ladi tushunlaringmi demak fruitdan keyin is ishlatiladi demak mening sevimli Mevam olmalarmi? Ha. Mevam olma. Olma bo'lsa bo'lmaydimi? bo'ladi unday desa ham bo'ladi Men olmaman deb ho'p qaranglar farqi yo'q bunaqa aytsalar ham bo'ladi mening o'zbek tilida g'alatiroq tushunishi mumkin masalan sevimli meva olmalari o'zbek tilida sal g'alatiroq tushunishi mumkin endi qaranglar bu ikkalasi ham mana bu olmani yoqtirishimni bildiradimi mana bu bu ham men olmani yoqtirishimni bildiradi parafraze degani bitta gapni ma'nosini sal boshqacharoq usulda yetkazib berish masalan menga suv ber deyishni o'rniga men chanqadim desam bo'ladi bu parafraze tushunarli masalan give me some water o'rniga I am thirsty desam bu ikkalasi bir biriga yaqin narsa bitta narsani bitta ma'noni ikki xil usulda yetkazib berish bu paraphrasing ya'ni mana bu do you like traveling dedimi sizlar yes I do mana bunaqa qisqa javob beringlar yoki qaranglar mana buni certainly'ni o'rniga masalan qaranglar demak it is my favorite hobby deb ketsa bo'ladi yoki activity mana shunaqa ya'ni senga traveling yoqadimi ya'ni sayohat qilish yoqadimi desa ha bu mening sevimli hobbim-ku masalan men har yili bir joyga tashrif beraman shunaqa endi shunday deb ketsak bo'ladimi? bo'ladi Sizga aniq bitta javob aytib berishlaring kerak birinchi. ha o'sha aniq javob bu yoqtirishimni bildiradi mana yoqtirasanmi deyaptimi direct answer ha yoqtiraman degani mana bu men sevimli mashg'ulotim desam bu shunaqa endi qaranglar endi farqi yo'q Vaqt cho'zishmaydi ikkinchisi yaxshi. ha yo'q endi qaysi bir endi hamma savolga ham endi bitta masalan it is my favorite hobbyni deb aytgandan ko'ra boyagi yes of course tezroq va yaxshi ravon aytiladigan narsa Xayolni chalg'itadi mana shu. ho'p qaranglar ikkinchi savol turi bu boyagi masalan what is your yoki what is your masalan favorite sweet misol uchun yoki fruit dedik oddiygina sen sevimli mevang qaysi bunga qaranglar boyagiday mana bularni ishlata olmaysizlar yes I do yes of course absolutely certainly ishlata olmaysizlar ya'ni sevimli mevang qaysi desa ha albatta desa bo'ladimi yo'q men o'sha bularni aytganmanki mana bu birinchi direct answer beringlar deb yes of course aytinglar deganman bittasi aytgan unaqa mana shunaqa savol bilan so'roq so'z bilan boshlanadigan savolga ham yes of course deb boshlaganda chunki o'sha qolib bo'lib qolgandida keyin aytganman yo'q mana bu bunaqa savol bo'lsa bunday javob bera olmaysizlar masalan sevimli mevang qaysi desa albatta deya olmaysizlar bunga direct answer ya'ni savolga to'g'ridan to'g'ri aynan o'sha javobni berishlaring kerak savolga javob berishlaring kerak birinchi o'rinda ya'ni masalan I love apples boyagiday mana shundan keyin boyagi ketadi I love apples keyin reason ha demak tushuntirish bo'lsa masalan qaranglar because it is easy to find and qaranglar it is delicious deylik birinchi delicious and easy to find besides nima degani bundan tashqari qaranglar it is usually cheap
Ya'ni odatda arzon to buy. Sotib olish uchun arzon. Qaranglar, bu o'sha sababi va sababini aytdim. Qaranglar, keyin esa qaranglar, keyin esa shuni aytib aytsang bo'ladi. There is a saying. Deslarda masalan an apple a day nima maqol keeps the doctor. Keyin nima edi? Away. Ya'ni bu qo'shib ketsalar ham bo'ladi. Mana shunaqa idioma, maqol bilsanglar qo'shib ketsalar ham malakani ko'tarib beradi. Ya'ni shunaqa saying nima edi? Maqol. Saying maqol, naql, mana shunaqa maqol bor. Bir kunda bitta olma yeyish doktordan uzoq saqlaydi degan maqol bor. Inglizlarda maqol bor. Mana shunaqa. Yo'q, endi hammasini yotib chiqish shart emas. Keyin bu bor. Keyin ketsen dogs. Qaranglar. Mana buni endi oxirida for example deb aytib ketamiz. For example, for instance, hop, masalan, qaranglar. Whenever I go to the market, I buy a kilo of apples. Ya'ni qachon bo'lsa ham men bozorga borsam, men 1 kilo olma olaman. Ya'ni bu qaranglar, hech qachon bozorga bormayman deganlar nima aytdi hozir? Kimdir aytdimi? Yo'q. Yo'q, mayli. Umuman bu yerda bor-ku. Yo'q, bu yerda aynan haqiqatni aytib berishlari shart emas, borib tekshirmaydi-da. Har doim aytaman. Bemalol aytsanglar bo'ladi, borib tekshirmaydi. Lekin o'sha narsani sizlar asoslab berishingiz kerak. ishonarli qilib, umuman o'zingizga confidence bor edi, to'g'rimi? O'ziga bo'lgan ishonch, o'ziga ishongan degan. O'zingizga ishongan holatda masalan aniq gapirib bera olsanglar, bo'ldi, borib tekshirmaydi, sizlardan ingliz tilini imtihon qiladi. Ya'ni sizlarda bor narsa yoki shunaqa bo'ladimi, yo'qmi, haqiqatni emas. Masalan, qanaqa qilsa bexotir? Bo'ladi. Bo'ladi. Bitta kompaniyaning prezidenti desang bo'ladi. Bitta kompaniya dedi, O'zbekiston. Yo'q, bemalol, qara, bemalol. Masalan, aytsang bo'ladi. Bemalol O'zbekiston prezidenti, men Saidam Mirziyoyevaman desang. Yo'q, endi ismingni o'zgartira olmaysan, hazil, isming mana bu yozilgan turadi, lekin bu yerda aytayotganim, sizlar ingliz tilida ravon, yaxshi gapirib bera olsanglar, unga qaramaydi-da. Endi mantiq bilan gapirasizlar-da baribir. Masalan, yo'q. Hayajonda endi yo'q, prezident emas. Masalan, mantiq bilan gapirasizlar-da. Kecha bir osmonga uchib bulut tepasini ko'rdim demaysizlar-da hech qachon. Yolg'on gapirasizlar mantiq bilan. Bo'lmaydi u narsa. Xo'p, tushunarli-a? Endi qaranglar. Do'sting haqida gapir desa, masalan, I prefer spending with friends because we share similar interests. Ya'ni do'sting haqida gapirib ber deyapti-da. Qaranglar, savollar har doim so'roq shaklida kelmaydi. Mana bu do'sting haqida gapirib ber, mana shunaqa kasbing haqida gapirib ber, mana shunaqa kasb tushmaydi, chunki asosan ko'pincha o'quvchilar nima qiladi? Mana bunda IELTSda ishga yoki o'qishga oid savollar beriladiki, chunki odam so'raydi, birinchi so'rab oladi. Odatda eng birinchi savoli do you work or are you a student degan savol bo'ladi. Bunda unaqa savol bera olmaydi, chunki kompyuter o'zi ushtagina chegaralangan savoli bor. Demak, o'shaning uchun mana bu kasbga oid savollar juda kam. Masalan, kasbing haqida gapirib ber degan narsa menimcha ko'rmadim shekilli. Nima tushdi masalan? Mana o'qishing degan narsa tushadi-da. Aynan faqat ish haqida alohida tushmaydi demoqchiman. Bo'ladi. O'qishing yoki ikkalasini birdan qo'shib yuboradi-da. Endi xo'p, qaranglar, men o'sha do'stlarim bilan vaqt sarflashni afzal ko'raman, chunki biz bir xil qiziqishlarga egamiz. IELTSmi?
demak, Nimaga bo'lmaydi? Olamizda qaranglar. For instance, masalan, jim turinglar. Masalan, mening eng yaqin do'stim va men nima qilamiz? Both enjoying playing chess. Shaxmat o'ynashdan zavqlanamiz. Xo'p, which I can do with my parents. Ya'ni men buni ota-onam bilan qila olmayman deyapti. Ya'ni mana shunaqa mazmunli yaxshi javob bersanglar bo'ldi. Endi part 1-2 nima? Part 1-2 ha, qaranglar. Xo'p, part 1-2 rasm bo'ladi. Xo'p, describing photos. Two photos dedik. Ya'ni ikkita rasmni tasvirlash bo'ladi. Ikkita rasm beriladi, bir-biriga yaqin mavzuda. Xo'p, va mana shuni tasvirlashlaring kerak bo'ladi. Qaranglar, birinchi savol har doim. Bunda ham 3 ta qaranglar. Qaranglar, two pictures, ikkita rasm bo'ladi. Three questions, 3 ta savol bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Birinchi savol, first question. Yo'q, 3 ta savol. Qaranglar. Jam. Qaranglar, question 1, qaranglar. Asosan bir xil bo'ladi. What do you see in this picture? Pictures. Bu rasmda nimalarni ko'ryapsiz? Umuman ikkita rasmni tasvirlab, bir-biri bilan taqqoslab tasvirlab berishingiz kerak bo'ladi. savolda qolgan Zeys. Bundan tashqari ishlamas, bundan tashqari. Mana shu bilan mana bu birinchi savolda, o'sha rasmga aloqador birinchi savol. Xo'p, endi qaranglar. Bunda aynan birinchi savolda sizlarga 5 sekund tayyorlanishga 5 sekund emas, 10 sekund tayyorlanishga vaqt beriladi va 45 sekund gapirishga beriladi. Endi 45 sekund gapirib berishlaring kerak, ikkita rasmni tasvirlab berishlaring kerak. Endi question 2 and 3. Qaranglar, o'sha rasmga aloqador ikkita savol beriladi. Rasmga aloqador. Aynan rasmning ichida emas. Rasmda ikkita ishlash haqida bo'lsa, tashqarida ishlash, masalan, ichkarida ishlash bor, masalan, offline ishlash bor, onlayn ishlash bor. Qaysi birini afzal ko'rgan bo'larding deb. Mana shunaqa rasmga aloqadorroq savol beradi. Hozir namunada ham bir ko'ramiz. Xo'p, endi qaranglar. Bunda esa 5 seconds. 5 sekund tayyorlanishga vaqt beradi. 30 sekund xuddi part bir-biriga o'xshab 5 sekund tayyorlanishga, 30 sekund gapirishga beradi. Faqat birinchisida 10 sekund tayyorlanishga, 45 sekund gapirishga vaqt beriladi. Endi mana buni namunada ham bir ko'ramiz sizlar bilan. Pair two pictures and I. Mana what do you see in these pictures? Qaranglar. Birinchi o'rinda bunga javob berishda qaranglar. Try to find a common topic for the two pictures. Ya'ni o'sha ikkita rasmni bog'lab turadigan umumiy topik topishimiz kerak. Ikkalasiga umumiy topik. Ya'ni mana bunday qarayapmiz. Bu yerda oilaviy ovqatlanish yoki yolg'iz ovqatlanish, to'g'rimi? Har bir speakingda yoki mana shu rasmda sizlar umumiy mavzuni topib olishlaring kerak bo'ladi. Mana shundan keyin, topganlaringdan keyin qaranglar. Birinchi o'sha describe first photo. Ha, demak, introduction bo'ladi. Xo'p, introduction. Qaranglar, tanishtirib olasizlar. Boyagi umumiy topikni topib, o'sha nima topik bu, nima mavzuda, o'shani aytib ketishlaring kerak. Masalan, men hozir aytaman, these two pictures. Qaranglar, eng oddiysi mana shu. Ya'ni bu ikkita rasm ko'rsatadi. Two different ways of having meal. Ya'ni ikkita turli xil o'sha ovqat yeyishning ikkita turli xil yo'llarini ko'rsatadi. Ovqat yeyishning emas. Xo'p, two different situation
of eating ham yeyish ovqatlanishni o'sha ikkita turli xil holatlarni ko'rsatadi. Ikkita turli xil holatlarni ko'rsatadi. Qaranglar, endi aytasizlar, keyin birinchi introduction bo'lsa, demak, birinchi introduction bo'ladi, keyin birinchi rasmni tasvirlaysizlar, keyin describe of second pic photo deylik. Ikkinchi rasmni tasvirlaysiz. Bo'ldi. Demak, masalan, birinchisida bitta oila uyda ovqatlanyapti. Bu yerda masalan ikkita farzandi bor va er xotin mana shularni bu tushunmadim. They are happy deb mana shunaqa aytasizlar. Keyin mana buni kafedami, restorandami bir o'zi ovqatlanayotgani haqida aytamiz. Xo'p, endi masalan mana buni xo'p, endi qaranglar, birinchi mana introduction qo'yamizda, keyin birinchi rasmni tasvirlaymiz. Xo'p, the first picture deysizlar. Qaranglar, the first picture yoki the picture on the left. Ya'ni mana bu chap tomondagi rasm, to'g'rimi? Chap tomondagi rasm deb aytsalaring bo'ladi. The picture on the left yoki the first picture. Qaranglar. In the first picture deylik. In the first picture. Ya'ni birinchi rasmda I can see a family. A family. Who are who get together deylik. Get together nima? Yig'ilmoq, yig'ilmoq to have masalan dinner. Qaranglar. Yorug'ku qanday dinner qilib? Yo'q, ana qarang. Men bilmayman, shunchaki. Qaranglar. Yo'q. Yo'q, qaranglar. Bu yerda bor-ku, unaqa rejalashtirgan shart emas-da. Yo having lunch desalar ham xato emas bu. Ovqatlanyapti xullas. To have ku? Having dedingda hozir. Mana men yozdim-ku to have deb. Xo'p. Demak, qaranglar. Ular mana bitta oilani ko'ryapman, o'sha dinner qilish uchun yig'ilgan oila. Masalan, a couple and in their children, their two children deylik. Ya'ni ikkita a couple nima o'zi? Bir juftlik va uning ikkita farzandi are eating their foodmi? Ovqatlanyaptimi? Hammasi ham, demak, Avokadolar. demak, their food. The wife is talking deylik. Masalan, kimdirga, masalan, qiziga gapirayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, wife bo'lib qolsa. Wi-Fi. Demak, the wife is talking to her daughter. Mana bu yerda qaranglar. I think degan narsani qo'shib ketaylik. Chunki anaqa 100% bilmaymiz, amin emasmiz, lekin taxminan gapirishimiz kerak. Talking to her daughter. And the qaranglar. Daughter and the rest of the family are listening to her. Ya'ni uni tinglayapti. Endi qaranglar. Endi ikkinchi rasmni tasvirlaymiz bu yoqdagi. On the other hand, the photo in on the right show a person, a man is having dinner alone in a cafe or restaurant. Ya'ni on the other hand nima edi? Boshqa tomon ammoda endi. Ammo boshqa tomondan qaraganda, agar juda so'zma-so'z tarjima qilsak, ammo o'ngdagi rasm shows deylik.
bitta erkakni ko'rsatyapti nima qilayotganini. Ha. Kechki ovqat yolg'iz kafe yoki restoranda yolg'iz ovqatlanayotganini ko'rsatyapti. Xo'p. Demak, qaranglar. I think he is eating a sandwich. And qaranglar. Qaranglar, eating qaranglar, mana bunaqa desak bo'ladi. By using a fork and a knife. Nima degani? Pichoq va vilkadan foydalangan holatda yeyapti. Endi yo'q, 45 sekund bo'lishi kerak-da. Demak. Ha? Xafa emas. Yo'q, nimaga? Demak, yo'q, unaqa emas. Demak, qaranglar. Xo'p, menimcha yetadi-yu. Yana ham qaranglar. And also there is a cup of the yo'q, bu unaqa ko'p bo'lmaydi. Mana shu 45 sekundga yetadi. Xo'p, qaranglar. 45 sekund yoki yetadi yo yetmay qolishi mumkin. Mana shu. Qaranglar. Demak, buni jam qaranglar. Speaking part 1, part 2, part 3 ga borgan sari qiyinlashib boradi daraja. Part 1 eng oddiy darajasi ko'rlaring. Nima? Bu o'sha birinchisi o'sha savol javob. Bu kundalik hayotdagi ingliz tilida. Xo'p. Demak, bu kundalik har kuni uchrashi mumkin bo'lgan savollar beradi. Ya'ni ilmiy savollar bermaydi. Masalan, boyaginday do you like chocolate bo'lishi mumkin, shokoladni yoqtirasizmi yoki what's your favorite food? Sevimli ovqatingiz qaysi bo'lishi mumkin? Mana shunaqa kundalik hayotda uchraydigan savollar beriladi. Mana bu narsa ham rasm tasvirlash ham juda ilmiy narsa emas. Bu kundalik hayotdagi bo'ladigan voqealarda. Masalan, doktor operatsiya qilayotganda hech qachon merib qo'ymaydi. Tushunarli-ya? Kundalik hayotda. Chunki sizlar doktor skalpelni so'rayapti degan masalan ilmiy atamalar bo'ladi-da. Bu bunaqa qiyin so'zlarni, atamalarni yoki ilmiy so'zlarni ishlatmaysizlar. Oddiy qonchi bilan nima? Qaranglar. Unda endi u haqiqiy o'sha haqiqiy imtihonga tushganmi yo'qmi bilmayman. Bundan tashqari demak, xo'p, qaranglar. Mana keyingi savollarni ko'ramiz. Keyingi savolda mana rasmga aloqador savol beriladi. Masalan, do you prefer eating alone or with your family? Ya'ni siz yolg'iz ovqatlanishni afzal ko'rasizmi yoki oila bilanmi? Demak, bunda qaranglar. Bunda xuddi boyagi part 1-1 ga o'xshab. Buncha ko'p gapiraverasiz, men gapirayotganda. Xo'p, qaranglar. Bunda xuddi part 1-1da o'zidan gapirasizlar. Ya'ni birinchi aniq to'g'ridan-to'g'ri javob berasizlar. Mana savolga javob berasizlar. Ya'ni men yolg'iz ovqatlanishni afzal ko'raman yoki oilam bilan ovqatlanishni afzal ko'raman deb. Keyin esa boyagidek tushuntirish, explanation bo'ladi, reason sabablari bo'ladi va oxirida misollari bo'ladi. Xuddi part 1-1ga o'xshaydi. Bu ikkita savol. Ikkinchi savolni ham ko'rsanglar. Masalan, tell me about the types of foods that people eat in your country. Ya'ni sizni davlatingizda odamlar yeydigan ovqat turi haqida gapirib bering. Ya'ni qanaqa ovqatlar yeydi asosan? Mana xamir ichida go'sht deydi-ku. Samsani ko'rsatsa xamir ichida go'sht. Yo'q, aytayotganim hamma ovqat ham deyarli shunaqa deydi. Manti xamir ichida go'sht. Chuchvalar xamir ichida go'sht. Mana shunaqa. Mana shunaqa umuman. Aytayotganim qaranglar. Bu yerda xuddi boyaginday part 1, part 1-1 ga o'xshab gapirib berasizlar. Tushunarli-ya? Mana aytasizlar, masalan bunda nima? Bizda masalan eng sevimli ovqat, masalan eng ko'p yeyiladigan ovqat bosh.
palov. Sizlar bunda tushuntirib berasizlar, har bir marosimlarda, bayramlarda mana shu ovqat qilinadi. Shunaqa odat borki, masalan, payshanba kuni osh qilinadi ko'pgina xonadonlarda. Ya'ni har hafta yoki har hafta osh qilinadi deb masalan. Demak, keyin esa va aytasa oxirida masalan o'zim kecha ham osh yedim deb misol aytsanglar bo'ladi. Masalan, mana shunaqa. Speaking part 1, 1, 2, umuman part 1 mana shunaqa oson darajada bo'ladi, unaqa qiyin emas. Xo'p. Xo'p, qaranglar. Mana bu yerda bir ikkita o'sha strategiyalar yoki anaqalar bor. Qaranglar. RE misol anaqa metodi deyilyapti. Bu anaqa answer, reason, example. Xo'p. Masalan, do you like reading books? Yes, absolutely. I'm a huge fan of reading. Mana qaranglar, paraphrasing qildik mana bu savolni. Ya'ni, ha albatta men o'qishni katta fanatiman. Demak, because it helps me broaden my horizons and escape from daily stress. Ya'ni bu menga yordam beradi nima qilishga? Dunyo qarashimni kengaytirishga va kundalik stressdan qochishga yordam beradi. Qaranglar, mana namuna. For instance, I have recently finished Harry Potter books and I'm currently reading a detective novel called Sherlock Holmes. Qaranglar, misol uchun men yaqindagina Harry Potter kitoblarini tugatdim va ayni paytda Sherlock Holmes nomli detektiv yo'q, anaqa roman o'qiyapman. Xo'p, endi qaranglar, frequency strategiyasi. Qaranglar, agar savol what do you do on weekends, ya'ni so'roq so'z bilan yoki mana do you play sports kabi bo'lsa, vaqtni cho'zish yoki grammatikani ko'rsatish uchun qanchalik tez sodir bo'lishini qo'shish kerak. Ya'ni nima demoqchi? Frequency, adverb of frequency ni boya ko'rdik, masalan always, mana bular hammasi. Mana shunaqa qo'shib salgina vaqtni cho'zish mumkin. Masalan, general habit, ya'ni nima degani? Umumiy odat va frequency qanchalik tez takrorlanadi? Exception. Qaranglar, ya'ni masalan mana bunda masalan do you like traveling? Masalan, do you like traveling? Demak, mana shu savol tushsa, sizlar aytishingiz mumkin, ha ba'zan menga sayohat qilish yoqadi, lekin nimadir bo'lgan, ammo degan narsa qo'shib olasizlar. Ammo nimadir bo'lsa, nimadir bo'lganda menga traveling yoqmay qoladi. Bu endi savolning ba'zi turlariga to'g'ri keladi. Masalan, qaranglar. Masalan, do you play sports desa, usually I play football with my friends on Sundays. Ya'ni odatda men do'stlarim bilan yakshanba kunlari futbol o'ynayman. Qaranglar. However, if the weather is rainy, I tend to stay at home. Ya'ni men uyda qolishni afzal ko'raman demoqchi. Uyda qolishga moyil bo'laman va televizor ko'raman o'rniga deb. Ya'ni, qaranglar, bu shunchaki mana bu narsani eslab qo'yasiz, buni tashlab beraman, yozib qo'yasiz. Ya'ni odatda men do'stlarim bilan futbol o'ynayman, ammo degan narsa qo'shiladi. Odatda birinchi o'sha odatda har doim yoki tez bunaqa qilib turaman, ammo lekin bunaqa bo'lib turadi. Tushunarli? Bu o'sha javob berish bitta usul. Paraphrasing, to'tiqish bo'lmaslik. Paraphrasing boyagi savolni o'zini qaytarmaylar deyapti. Masalan, what's your hobby desa, my hobby is deyish bu eng yomon javob. Boya aytgandek, I am really keen on men juda ham qiziqaman. I enjoy. Buni ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni nimadir qilishdan zavqlanaman. Tell me about your friends desa, masalan, I have many friends, bu bo'lmaydi. Ya'ni I have a wide circle of acquaintances. Ya'ni juda ko'p tanishlarim bor degan acquaintances. Demak, but only a few closest buddies. Buddy ham o'sha og'zaki tilda ishlatiladi. Bemalol speakingda ishlatsalaring bo'ladi. Buddy degani og'ayni, oshna degani. Xo'p, endi part 1-2 qaranglar, ikkita rasm ko'rsatiladi, uchta savol. Buni boya aytdim. Qaranglar, general to specific. Ya'ni what do you see in the pictures? Ya'ni umumiy mavzuni aytasizlar. Bu boyagina, ya'ni ovqatlanish haqida deb aytasizlar. Ya'ni ikkala rasm ham o'sha turli xil ovqatlanish holatini ko'rsatyapti deysizlar. Birinchi rasm bunaqa, ikkinchi rasm bunaqa. Qaranglar, bu yerda present continuous zamondan foydalaninglar. Boya menimcha mana RET present continuousdan foydalanyapmiz. Masalan, is talking. Demak, mana present continuousdan foydalanasizlar, chunki u hozir shunaqa qilyapti deb gapirasizlar-da baribir. Chunki sizlar hozir ko'rib turibsizlar-da uni. Tushunarli? Rasmda tasvirlashda present continuous eng oson narsa mana shuda. Present continuous eng ko'p ishlatiladigan
mana xohlamasalaring ham to be ni bilan ing qo'ymasa ham mana bu present continuousga ishlatishga harakat qiladigan zamonda bu. Demak, endi linker sandwich. Demak, qaranglar, ikkinchi savol ko'pincha what are the advantages of, ya'ni qaranglar, ikkinchi uchinchi savollar mana shunaqa, masalan, yolg'iz ovqatlanishning foydasi nima yoki oilaviy ovqatlanish foydasi nima? Boyagi agar mana shunaqa bo'lsa, sizlar bunaqa aytsanglar bo'lar ekan. Demak, birinchi opening ochish, masalan, there is a stark difference between these two options, ya'ni juda katta xilma xil farq bor buni orasida deyapti. Ikkita tanlovda, masalan, unlike the first picture, birinchi rasmga o'xshamagan holatda ikkinchisi, ya'ni masalan, yolg'iz ovqatlanishda ham nimadir, masalan, qanaqadir zavqi bor bo'lishi mumkin. Siz aytasizlar, bunda bunaqa bo'ladi, ammo bunda masalan, oilaviy ovqatlanganda mana shu yaxshi tomonlari bor. Demak, endi strategiya, agar afzallik so'ralsa, har doim ikkala rasmga ham to'xtalib o'tish kerak. Ya'ni, masalan, boyagi rasmda yolg'iz ovqatlanishni yaxshi tomonini afzal ko'rasizmi yoki bo'lmi desa, buni shunaqa yomon tomonlari bo'lishiga qaramasdan yoki yomon tomonlari borligi uchun men oilaviy ovqatlanishni yaxshi ko'raman, masalan, yoqtiraman, mana shuni afzal ko'raman deb aytishlaring kerak. Xo'p, hozir bu yog'ini shunchaki o'zing o'qib qo'ysa, tashlab beraman, yozib o'qib qo'ysizlar.